Yollar orunlarınızdan taraf təbərrük salamlarına kabul edinlərim. Xanadan vaxtının çıraq fərzəmdən. Xalq qızdır xalqılı ömür davamın. Nurli közümüzün qarağı fərzəndə yüreğinin kanıdan yazılır namın. Toylar devam eder üzülməz gedim. Genki kudalardam kelin oylarım. Kolunu koşturup təzim kılamaz, dileden koşsını katlı boylarım. Hazret Zəbərdə G'afur G'ulomning shunday satrlar dilga hamnafaz. Biz uchun havasning umri qaramas, qamishdan bel bog'lab xizmat qilsak ba'zim. Elning nazaridan tirakdek bo'lib, qadr qimmat bilan yashaydi inson. Do'st birodar yangi kudalar, to'yingiz tarifimi yurakda do'ston. Aziz do'stlar, muhtaram ishtirokchilar, sizlarim mana bugun mana shu to'yxonadan sohibi hisoblarni hamda bugungi muhabbat kushamsiz zamonat baxtli kelganlarni muborakbod etganlar mana yigitlar, qizlar, bugungi to'yxonadan sohiblarining qo'l qo'shlari, qavm qandoshlarim katta sevinchlar bilan jam bo'ldi. Endi tabrik so'zlamasini yondollardan aqlboz kelgan kentakimiz muhabbatxonning yengillaridan Gulchehraga yengasi davramiz mehrmoni har ikkalosini qalbimda tashlaydi. Bo'lmoq. Qalmoqda. Assalomu alaykum. Baxtiyor qatnashchilari. Avvalambor men buyuk xonadonning bog'boni bo'lgan, beli doimo tarafomlari to'ylar muborak bo'lsin deyman. Men bu 2 yoshning elimiz orzu qilgan eng sevimli farzandlari bo'lishini tilab qolaman. Ularga uzoq umr, baxt, saodat, Uğur kunlarni ko'p bo'lishini tilab qolaman. Hamisha baxtli bo'lsinlar. Muhabbat gulini hidlaguningcha, gullar poyandozin terib ol. Umringda qo'shaloq gullik tanlaki, qazonding varg'ayma, gulliging shako. Katta rahmat, qaytlarsa bir qarsaklab olsin. Katta rahmat, katta vaqt tilaymiz. Mana kenchagimizda muhabbatxonning Gulchehra yengillarini ruxsat so'ragan holdami? Mana bugungi muhabbat kushamizning yulduzi malikasi bo'lmas sevgidan bahra etgan singlimiz muhabbatxonning yuzini Ravshanbek davramizda ochib bir davramizda ko'z-ko'zga qara marhamat. Qaytlarsa davramizda bir ajoyib bo'lgan bir qarsaklab olsin. Qara marhamat. Bugun sen baxtiyori, olam baxtiyori. Sevganing yoningda dunyo baxtiyori. Dugonalar yig'ishib aytishar yor, sen baxtli kelinchagi, sen baxtli kelinim. Orzularing dunyo bir mustamanni. Qo'shiqlar jarangdan sirasin ummonmi? Boshingdan nur sotar musaffo osmonmi? Sen baxtli kelinchagi, sen baxtli kelinim. Azariyan tabrik so'zlamatdan davom ettirib tabrik so'zlamatini yog'dollardan oqilib bosib kelgan kenchagimiz muhabbatxonning opalaridan Nurjon opasi davramiz mehmonan har ikkilar uchun qalbimda til so'zdan dinlaydi. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli davramiz qatnashchilari.
Mana bugun biz opaya Muhabbatxon va uning shu kundan e'tiboran umr yo'ldoshi bo'lmish Ravshanbeklarning nikoh kechasida o'tirgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib men bu ikki yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Ularning hayotda neki orzu umidlari bo'lsa ro'yobga chiqishga tilakdoshman. Tabriklayman bugun sizni ikki yosh, narg'il kuyov, go'zal kelin qalamqosh. Hayotlaring yulduzlardek porlasin, ikkingiz ham bir yostiqqa qo'ygach bosh. Nasihatim bo'lsin sizga kelinchak, chopuq xizmat qilgin, chaqsam bo'lma erinchak. Hurmat qilgin qaynona qaynotang, shundasan senga dildan gulchechak. Yo'q bola sizga kichik iltimos, kelinchakni xafa qilmang beasos. Yaxshi yomon gaplarga siz ishonmang, kimnizdek mard yigitga bu juda xos. Baxtli bo'lsin. Kattalarimiz yangidan katta baxtlimas. To'y bugun to'yda o'ynar qizlar jononlarim. Osmon yuzini to'ldirgan parvonadirim. Farzandlari zamon tinmay qarashar, ko'zda ayb olgan yoshinami, bu otadir, onadirim. Yana tabrik so'znomadan davom ettirib, tabrik so'znomasidan vaqt vozi bo'lmish ko'ydimiz Ravshanbekning do'stlaridan Azizbek davramiz mehmonim. Har ikkilar uchun qalbanda dildan dindik. Azizbek Gamolov. Azizbek Gamolov. Qalbada. Hamisha baxtli. Dillarda shodlik ilami, dillarda ilami. Tabriklab keldik bizni to'ylar muborakami. Baxtli iqbol tilabi, kuylab barallama, tabriklab keldik bizni to'ylar muborakami. Nikoh to'ydir, bu to'ylarning sarasim. Do'stu orzu yaronlarning orzu havasim. Shodon o'tsin deb har bir nafasim, tabriklab keldik bizni to'ylar muborakami. To'y bastida hamma shod-xurram bo'ling. Dasturxon to'kin bezalmish beon, qadaqlarda maisha sharobsimi, tabriklab keldik bizni to'ylar muborakami. Yana tabrik so'znomadan davom ettirib, tabrik so'znomadan vaqt bo'lmish ko'ydimiz Ravshanbekning do'stonidan azamat san yigitimiz davramiz mehmonim. Har ikki yoshdan o'zining yaxshi niyat istaklari bilan tabriklaydilar. Azamat qadrlaringlar. Assalomu alaykum, hurmatli qatnashchilar. Do'stimiz Ravshanbekning nikoh to'yi hamma vaqti bo'lsin. Endi o'yinlar shunday bo'lsin. Kelasi shu yilda alla to'ylarimda qavishganlar bog'lab xizmat nasib etsin. Katta rahmat aytlarga daramlar ajoyib bo'lgan shu yigitni ishini qazaga bo'lsin. Katta rahmat katta baxtlimas. Bo'lmasa aziz do'stlar, muhtaram shariklar, qizlar yana odatdek bugungi muhabbat ko'shamizingizda bo'lib baxtli kelinlarga o'tirishni beradi. Tilak bildirgan Ravshanbekning dildan yaqin do'stlarına kelsak diganlarimizdek deb qilib yana navbatdami san'atkorga bersizlar.
Toy başlarından qombağımız devremizde bazar bulup atıp yaş balan çetəsilər devremizde bir tədbir çəkmezler. Bu Karaberi.
Koşa kuştayın o'tiradi kelin kuyov. İbotola yüzlərdə yanar alovum. Toy günüge korgan günün sanab-sanabe, dil siriga tushunishlarni sinab-sinabe. Loyiq qilib vafodorlar misoliganman. Yetkinlar sin sevgining misoliganman. Kelin poshshom, ro'mol uchun o'ynar qarang, kuyov to'ra nimalarni o'ylar qarang. Mehmonlarni zindan ikki kuzatarmim. Yoriga yor muhamayin uzatarmim. Dukunlaydi bir ohangda yuraklarimi, to'y kunida kulgan bo'lsana bugun tilaklarim. Aziz do'stlarim, muhtaram ashtadagidlar, qizlar, bugungi to'yxonadan sohibi sovqalardan hamda bugungi muhabbat mushamligiga bo'lmish baxtli kelganlarni bugun ushbu qutlug kunda qancha tabrik qilsak, qancha muborakbod qilsak arzidim. Shunday kunlarni yana kutib berishda boshlamay deb tabrik so'z navbatini yozuvlardan aqlboz kelgan kelchagimda muhabbat xonim deganlardan maloqat bilan qizimizlarimiz mehmonan o'zining yaxshi niyatlari bilan bugungi baxtli kelganlarni tabriklaydilar. Marhamat. Hurmatli baxtli kechaning baxtiyor qatnashchilari, mana bugun biz do'stim muhabbat va uning bugundan e'tiboran umr yo'ldoshi bo'layotgan ravshanbeklarning nikoh kechasiga yig'ilishib o'tirgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib, ularga asildek uzoq umr, asildek shirin hayot tilayman. Ularning neki orzu-umidlari bo'lsa, ro'yobga chiqaversin. Biringiz gul, biringiz bulbul, biringiz bog'u, biringiz bog'bon, biringiz otayu, biringiz ona, hayotda doimo bo'ling parvona, hamisha baxtli bo'lsin. Katta rahmat kelgan keta baxt tilimiz. Bugun oshiqlar yuzda barqaror hamdam. Visol oyi aylanib samodan, aylanib ko'rnida qilganda hamdam, vaqt topdim sevgim vafodan. Sevgidan, vafodan vaqt topgan baxtli kelin yo'landa qilishda uxlashdan edi. Tabrikni so'z navbatidan kelajagimiz deganlardan Umidaxon davramiz mehmonan har ikkilar uchun qalbimda dil so'zdan tinglaydigan marhamat. Hurmatli davra qatnashchilari, Gülgün chehralardan tabassum arimasin deyman. Hamisha ikki yosh baxtli bo'lib, eng yomon kunlar mana shunday o'tishini tilayman. Mana bugun yalla to'yda o'tirgan bo'lsak, kelasi shu kunlar alla to'yda o'tirgaymiz. Ikki yoshga hamisha baxt tilayman. Katta rahmat. Qanday qazayla bo'lsa, ikkita marhamat, qazayla bo'lsin daramizdan. Katta rahmat, ham ketdan baxt tilaymiz. Bo'lmasam aziz do'stlarim, muhtaram ishtirokchilar, yana bugungi muhabbat kechamizdagizda bo'lish baxtli kelingalarda o'tishini beraber tilak bildirgan cho'ytimiz Ravshanbekning dildan yaqin do'stlarinami, kelinchagimiz muhabbat xonning dildan yaqin deganlarni bugungi to'g'anodan sog'liq sog'larning qavmiy qandoshlarimizdek deb qalaba yana navbatdami san'atchilarga beramiz. Qo'shiq baxsh etadi insonga shodlik, qo'shiq baxsh etadi insonga baxt ila saodat. Ko'ngillar mavjuddir qo'shiq bilandir, dillarning shodligi qo'shiq bilandir. Durafshon chehralari yigitlar, qalbi do'stlari qo'shiq bilandir. Marhamat. Hey, teşekkür ederim. Yapalımıza elde. Ver. Hakkın çek geri.
Dostlar, muhterem şerikler, sizler maçı güzel devremizde şampanski durbedim. Yiğit ve yine kıstanı başlasak olsakta kanı merhamet, Omarcan şampanski açıp verdiler, kanı merhamet. Adıl. Rahmetim, Gölgün yaşam tutunu sevgi bostanım. Düşmesin dillerden koşar dastanım. Piruzların bolsun daim osmanım, muhabbetten ayırmasın gittim. Sadakat tepes bulmasın dağlardan, sahavette kam bulmasın bağlardan. Köngül nurlanır, yürek çaklardan, muhabbetten ayrılmasın gittim. Sadakatten ayrılmasın gittim. Aziz dostlar, muhterem eşlerikler, sizler maşı güzel devremden, ne fakat bahslik gelin yollarından, dostu dünyalardan taşkara, dayılardan taşkara, şu Beygli Ekemizden dostlarım katlaşmaktadır. Şimdi de bir için sözden batırım Beygli Ekemizden doğrularından Boğazın Ekemiz devremiz mehmanı özünün yaxşı niyet isteklerinden büyüngü toyxanadan sahbiyi sahbilerken bildirdirirken merhamet Boğazın Ekemiz. Esselamu Aleyküm devre kafalarımız, tekelerimiz. Allah toylarından oturuş müyessereti olsun. 2 yaşın baktırayım ben. Ömürleri uzak olsun. Cebirli olsunlar. Kudayım indiği şüyle bana dostumuzun oyuna yine toylara, yakşı güllere katlaşsınlara müyessereti olsun. Hemmenizin önünüzde yakşı güller toylar bulursun. Dünyamız tunç olsun. Anadolularımızda hemmenizin önlerinde yakşı güllere, toylara katlaşsın müyessereti olsun. Rahmet olsun ederim. Kette rahmet boğazına geçsem, kettine kette bahsilemezim. Aziz dostlar, muhterem aşağıdakiler.
Nima başlayman? Şer bilen. Yo'q. Birinchi takliflarimiz o'zining yaxshi niyat istaklarini bildiradi. Qatoydi. Marhamat. Hurmatli davra qatnashchilari, hurmatli mehmonlar, hurmatli ukalarimiz, mana bugun akamiz ham og'ayamiz Begli akamizni, Saragulaxon yengamizning oilasida katta quvonch. Buning sababchisi mana o'g'li Ravshanbek, mana shu bugundan e'tiboran qizi bo'lmoq muhabbatxonlarning nikoh oqshomi. Mana shu vaqtli oqshom bilan akamiz Begli akamni, yengamiz Saragulaxonni mana shu chin ko'ngildan tabriklayman. Mana shu muhabbatxon bilan shu oilaga baxt yetgan bo'lsin. Umrlari uzoq o'tsin. Qo'shqanlari bilan qo'sha qarisin. Begli akamizga, Saragul opamizga endi shugullar qo'sha o'g'il qiz tug'ib berib, mana shu quvonchli kunda o'tiramiz. Hammaning oilasida shunday yaxshi kun bo'lsin, to'y bo'lsin. To'ylarga qatnashamiz. Katta rahmat. Misal beqaror bo'ldi kechiratga. Hammamiz davramizda birgalikda shovqinni to'xtatib, yaxshilarga yaxshi tilak aytgan, yaxshiligi bugun eli yurtdan qaytgan. Mana bugun to'ydasini katta qilib o'tgan xonadon sultonan Beglagamizning qolib hamda sizlarning Beglaga avvalama to'ylamar ekan. Shu kelgan shu xonadonni oyoqini qulashtirib turmoshib, bir olam baxt, bir olam qonzotganmiz. Mana gulashib Ana hurmatli bugungi davramizning qatnashchilari, elimizning aziz insonlari, sizlarga katta rahmat. Mana hurmat qilib, mana shu davraga bugun fayz qilib o'tirgan ekansizlar. Sizlar ham Xudoyim shunday yaxshi kunlaringizda men xizmat etish bilan muyassar etsin. Ana bugun xonadonimizga bir katta baxt keldi. Men mana shu muhabbatxonni nafaqat kelinim, o'zimni 8-qizim deb qabul qilaman. Va umrimning oxirina keldi. Mana shu qizim deb xizmat beraman va shu qizim o'rnida ko'raman. Xudoyim yash baxt bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Endigi shu yillar yana shu davrada sizlarni shu mana quvonchli kunimda tabriklab kelish hammangizga muyassar etsin. Baxtlaringiz yetmasin, hammangizni xonadoningizda yaxshi kunlarda boraverman. Rahmat. Katta rahmat. Davramizda bir ajoyib xizmat bakarliklar bo'lsin. Katta rahmat jamiyatga javob qilamiz. Hatto ziynatli yo'qib ziyodan. Haykal ko'rsangiz bam tayyor. Bundaylar bo'lmasa agar demayman, bu qadar hamma bo'lmasa. Tabiiyki sonavadan shunday muhtaram ayollarimizdan, onaxonlarimizdan, mana deyilganimizdan, onalardan xalq anda jildirlarmiz. Yenge, yaşlılarım var, yaşlılarım. Yakırak. To'ylar muborak. To'ylar muborak. To'ylar muborak. Ayvonimda bo'ldi oltinlari. Oyingizga qon bilan to'ra. Hammaning to'yin mana sizning to'ylar. Hammaning to'yin mana sizning to'ylar. Endi Xudoyim menga ibilli, chibilli, baxtli, saodatli bo'lg'ay. Taxtib cho'lqani gelinini ko'rib, to'ylarini ko'ravergay Xudoyim. Kattalarimiz shimga sabaqlaymiz. Siz bilan olam go'zaldir, oqli dono onlarim. Mo'tabarsiz shu tufayli bag'ri dunyo onlarim. Faxr etarman. Siz bor ekansiz sog' omon, so'zlarimiz javohir, bag'ri dunyo onlarim. Onasiz shu qadar aziz va azizdirkim. Ko'z o'tadigan ko'prigi, u yotadigan joygami, sira bo'lmaydi degan. Darajon opam, avvalama to'ylamadagizdan yengali shu xonadona bir olam baxt, bir olam qonjaqchimiz. Maragalasiz bilan qanday Alom. Ajanam bergan. Xola, imeroting opam yana. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun bizning uyimizda katta tantana, katta to'yona bo'lib o'tdi. To'yga kelganlarga hammasine rahmat. Hammasine Xudoyim shunday yaxshi kunlardan nasib etdi. Xudoyim sizlarga ham shunday kunlarni nasib etsin ekan.
Mehmetcan kızım 8. kızım bulup büyüğü birisi şahsının olup, baklı, saadetli bulup, okmuşlu, ela bulup Kudayım hizmetleri buyurun Kudayım. Eyle yine ayasınızı yaraştı. Baklı buluyor Kudayım. Çatırımızdan bakandakiyle boşakalım. Çatırımına destekten gerekede baktığımızı var yapacakların gezin evetlerinin bakıya doy bakalımın ilgilenimizde. Buyurun gelin ki o bakacağım. Perecekler bolda payversem, ota kakana kelibler neme, bir öpüp geçiştersem. Niyet dön ki o vekilinle, ota gemen üstü güldürsem. Ben de bakın gelin olsunlar. Sizler kısmı yoksa, bunların ilgit olsunlar. Gül çiçeklerle ilgit borçlu. Kanım beylege sarasın apam, gelin yola sözün acayip bundan da sınmaya rezisi olada, sen verem gidecek, kılamız nöbette tırnay navalarına verem. Kanım arkadaşlar. Ay sen böyle. Ha? Kim böyle